Assalomu alaykum. Cashback o'zi nima va undan kimga foyda? Cashback termini naqd pulni qaytarish ma'nosini anglatib, bank ishi, elektron savdo va biznesda mijozlarni jalb qilish hamda ularning sodiqligini rag'batlantirish maqsadida chegirmalar berishni ifodalash uchun ishlatiladi. Chakana va elektron savdoda cashback bu mijozga qaytarib beriladigan chegirma hamda bonuslarni bildirib, qo'shimcha tovar olish, tovarga almashtirish yoki naqd pulda qaytarib berishni ko'zda tutadi. Bank sohasida esa cashback mijozlarni kartalaridan tegishli savdo nuqtalarida savdoni rag'batlantiruvchi dasturni bildiradi. Cashback an'anaviy chegirmalardan farq qiladi va bunda xaridor sotuvchiga chakana narxda pulni to'laydi va savdoning ma'lum bir qismi sifatidagi mukofotni sotuvchidan boshqa shaxs, ya'ni sotuvchiga mijozlar kelishini ta'minlab bergan affilat, ya'ni bankdan oladi. Cashback summasi bank hisobidan to'lab beriladi va bunda mijozlarga qulay bo'lishi uchun shartnomaga asosan jismoniy shaxslarning daromad soliqlari ham bank to'lab berishi mumkin. Cashback tizimi ishtirokchilari, savdo tashkilotchilari va xaridorlar boshqalarga nisbatan bir qator afzalliklarga ega bo'lishadi. Xususan, savdo va xizmat ko'rsatish nuqtalari uchun afzalliklar quyidagilardan iborat. Chegirmalarni manzilli auditoriyaga berish orqali savdoni rag'batlantirish. Aksiyalar, chegirmalar va yangi tovar hamda xizmatlar haqida mijozlarni o'z vaqtida onlayn rejimda xabardor qilish. Doimiy va barqaror mijozlar bazasini shakllantirish. Bozordagi tegishli segment, hamkorlar va raqobatchilar hamda mijozlarga oid ma'lumotlardan o'z vaqtida onlayn rejimda xabardor bo'lish. Narxlar o'zgarishi, takliflaringiz haqida bo'lajak mijozlaringizga SMS xabarnomalar jo'natish. Bank saytida tovar va xizmatlar reklamasini joylashtirish. Savdo tashkilotiga oid ma'lumotni bank reklamasi bilan birga berilishiga erishish. Xaridorlar uchun afzalliklar esa quyidagilardan iborat. Mijoz tegishli joyda savdo qilgani sari cashback kartasida pul yig'iladi. Kimda qancha cashback chegirmalar haqida onlayn xabardor bo'ladi. Savdolashishning zamonaviy shakli cashback tizimidan foydalanadi. Og'zaki savdolashmay, gapirmasdan va ko'p tortishmasdan ham bonus oladi. Kimdan qancha chegirma bilan nima oladi, buni o'zi hal qiladi. Cashback kartidagi pulni istalgan payt ishlatishi yoki bo'lmasam istasa naqd olishi mumkin. Qanday cheklarga nisbatan cashback qaytarilmaydi? Davlat soliq qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, quyidagi cheklarga nisbatan cashback qaytarilmaydi. Birinchisi, agar chek berilganiga 10 kundan ortiq vaqt o'tgan bo'lsa. Ikkinchisi, sotib olingan tovar yoki xizmatlar cheki uchun avval cashback hisoblangan bo'lsa. Avtomobil, havo va temir yo'l chiptalari, shuningdek aloqa va kommunal xizmatlar uchun amalga oshirilgan to'lov cheklari uchun ham cashback qaytarilmaydi. Shuning bilan birga, shubhali xaridorlar reyestriga kiritilgan jismoniy shaxslar cheklarni ro'yxatdan o'tkazganda ham cashback taqdim etilmaydi. Soliq qo'mitasining qayd etishicha, shubhali xaridorlar reyestriga quyidagilar kiradi. Cashbackka ega bo'lish uchun boshqa fuqarolar tomonidan amalga oshirilgan xarid cheklarini egasining ruxsatisiz ro'yxatdan o'tkazgan shaxs. Bunda cheki boshqa fuqarolar tomonidan ro'yxatdan o'tkazilgan jismoniy shaxs belgilangan tartibda sudga murojaat qilish huquqiga ega.